Nima uchun tekshirgan vaqtda ko'pincha ahvollarda yurak kesili chiqmaydi. Lekin keyin o'lib ketganda sababi yurak kesilidan chiqadi. Bak yaxshi so'radingiz. Bizning xalqimizda bunda bir xato bo'lgan sog'lomlik qarashi bor. Og'rib zambilga tushib qolmaguncha o'zini saq hisoblaydigan. Minayotgan motorning zanjiri uzilmaguncha motorni yirmilib qo'yishni o'ylamaydigan. Mashina o'tir yo'lda qo'yib to'xtab qolmaguncha mashinani asirmaydigan mushlar bir qarash bor do'stlar. Xili ko'p, xili o'qimishliq ziyolilardimi mush ideya bor. Men saq meni yursam yetib qolgan chig'imda ham boramo doktorxonaga deydi. Yetib qolgan chig'i kasalning alliq qandaqdir pishib voyaga yetib qolgan xatarlik bosqichga berib qolgan vaqti. Oldini elish, oldini sizishga yetarli ahamiyat bermaydi. Amaliyotda yurak kesilimi mushu o'lib qolishdan burun bizga yolvorib 2-3 qatim qutqizib olish signali beradi. Alayli mushu sol tarafni besib yotsa yurak polong o'rilib qo'yish. Ketib yurak beliq poltonshig'anday poltong qilib qo'yish. Meni qutqizib oling degan birinchi signal. Ikkinchidan xuddi uyning ichining havosi yetishmayotgandek, derazani echiyotmasi bo'lmaydigandek, kiyimni azodroq kiymisi bo'lmaydigandek, galostukni bo'shatmasi bo'lmaydigandek, liptakni eliyotmasi bo'lmaydigandek bir tunjib qolgandek sizimning o'zimi yurak meni qutqizib oling degan ikkinchi qatimliq signal. Uchinchi qatimliq signal sebepsiz pulda yurak sahası talep şu misherden erikçiden su akıdı. Çık adamlar bu 3 qatimli qutquzu signalıga etibarsız qaraydı da 4-cü qatim kesel resmi tutup yurak bir mucupla etilanmay o dunyaga ketidi. Şuna şu yurak resmi tutuşdan burun alameti tipik bo'lmagan yurak kesilimi yushurun tutuşdan burun bedenni qutqizib olish signali taqtidi. Biz mushu bedenimizdan kelgan uchurlarga bak yaxshi diqqat qilishimiz lozim. Bunda bo'lganda tuyuqsiz o'lib ketishning unumli oldini olib bo'ladi.